Sotiladigan uylarda obzor qilishda davom etamiz. Bugun Qizildom deyiladi. Rishton sudini oldidan kirganingizda Nomiradin choyxonaning orqasida mana shu 5 etajli domimizning birinchi etajida Yevropa dizaynida qurilgan xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Ichki ko'rinishlarini bitta ko'ring. Narxi va manziliga mazza qilib olasiz. Xonadonimiz ichki ko'rinish variantlari bitta ko'ring. Katta bir showroom, katta bir zal, hol qilib yuborishdi-yu. Egalarning aytishlaricha, mana shu mebellari Rishtonda vodiyli mebellari qilinmagan. Hammasi poytaxtdan, Andijondan ustalar chaqirtirib, mahsulotlari poytaxtdan kelgan yaxshi mebellar qilingan. Hattoki akfaromlar ham maxsus akfani maxsus materiallardan ishlatganmiz deyapti. Bu yer bitta spalnilari. O'zi bu xonadon 3 xonadan iborat bo'lgan. Tepalariga ham ko'ring, natijno patologlariga, lyustralariga mazza qilib yuborasiz. Bu yer yana bitta xonalari. Egalari aytishyapti, gilamlar ham original mahsulotlardan qilingan deyapti. Bu yer zallari, kak balkonda ham mana shunaqangi akfaromlar bilan to'sib, chiroyli qilib maqib qo'yishgan. Ataplinalari, isitish sistemalari bor, hurmatli kuzatuvchilar. Ko'rishingiz mumkin, ushbu xonadonimiz mana bunaqangi oxirgi avlod ekspert deyilgan atapleniya duvuq kontrlar bilan jihozlangan tyopli pollargacha bor bu yerda. Bu yer sanuzellari, aristonlarigacha bor, hamma jihozlari eng oxirgi avlod jihozlar ishlatilgan. Sanuzellari ham steklanli sanuzellardan qilingan. Ushbu xonadonimizda gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Egalarning pastda raqamlarini qoldiryapmiz. $49 ming deb baholashdi. O'zlariga aloqaga chiqishinglar mumkin.